20-fevralda Telegram tarmog'i orqali Legion magazindan taklif tushdi. Shu narkotik vositalarini tashish bo'yicha dastlab rozi bo'lmadim, keyin pulga muhtoj bo'lganligim uchun rozi bo'ldim. Ular menga pasportimni keyin shu qo'limga ushlab rasmga olib, videoga olib tashlashimni aytishdi. Ya'ni dokument orqali ishga olamiz deb aytishdi. Bu garant bo'ladi. Agar ular bergan narkotik vositalarini o'zim ularga bermasdan o'zim shaxsiy ehtiyojimda ishlatsam yo sotishga urinadigan bo'lsam, ularni aldashga urinadigan bo'lsam, hujjatlarimni ichki ishlarga topshirish bilan qo'rqitib, zalog evaziga dokumentimni topshirishimni aytishdi. Keyin topshirib berdim. Ular menga narkotik vositasini joylashgan lokatsiyasini Telegram tarmog'i orqali yuborishdi. Borib oldim. U 1,5 litrlik kolani baklashkasining ichida edi. Suyuq holatda ekan. Keyin aytishdiki, idishga solib qo'ysang, oradan vaqt o'tgandan keyin 2-3 kunda quriydi. Keyin qadoqlab, taxminan 1 kilo edi. Qadoqlab biz aytgan normada joylashtirib chiqasan, lokatsiyasini bizga berasan, tegishli odamlarimiz kelib olib ketadi deyishdi. Rozi bo'ldim, borib oldim. Olib kelib uyga to'kib qo'ydim. Ho'l holatda edi. Keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin vaqtlari ziqligi, quriganmi, qurimaganligini aytishdi. Uni olib qo'yib chiqishga qo'rqdim. Hali qurimagan deb aytdim. O'sha qo'rqitishni boshlashdi. Aldamoqchimisan? Agar aldaydigan bo'lsang, mana bunaqa ahvolga tushasan deb Telegram tarmog'i orqali har xil videolarni tashlashdi. Keyin oilam haqida chuqurroq ma'lumotlar aytgandan keyin 26-kuni quriganidan ular aytgan miqdorda olib lokatsiya qilib qo'yib chiqdim. Shu 7 ta joyga, 6 ta joyga qo'yib chiqasan, 7-chisiga qo'ymaysan. Shu ular o'rgatgan programmalar orqali lokatsiya qilib chiqasan, 7-joyda narsa bo'lmaydi, 6 ta joyda bo'ladi deb aytishdi. Qadoqlab aytganidek qilib qo'ydim. 26-kuni yana bir joyda bor, zarur tez olib ketishing kerak deb aytishdi. Borgan paytimda oq Nexia 2 da nomeri yo'q edi. 5 ta bola kelib niqoblangan, qattiq shikast yetkazib urishdi, qovurg'alarimni sindirishdi. Ya'ni aldab ketmoqchi bo'lsang, bundan battar qilamiz, o'ldiramiz deb qo'rqitishdi. Men aldamayotganligimni, bu narsa hali qurimaganligini aytdim. Ular ketishdi. Uyga yetib bordim va tushundimki, oilamga qattiq tahdid bo'ladi. Bu ahvolga meni bolalarim tushishi ham mumkin deb oilamni onasini uyiga olib borib qo'ymoqchi edim. Qizim ham bor edi. 2 oylik. Bir taksiga iltimos qildim. Toshkent viloyatidan Jizzax viloyatiga ketayotganda Sirdaryo viloyatida Manas postida qarasam, ichki ishlar xodimlari bor ekan. GAI xodimlari to'xtatishdi. Ichki ishlar xodimiga narkotik moddasi borligini aytdim. 20 daqiqa ichida davlat xavfsizlik xodimlari kelishdi. Ularga uyimda va shu bekitib ko'mib qo'ygan lokatsiya, ko'mib qo'ygan joyimda narkotik moddasi borligini aytdim. O'zim xohlamasdan ularni o'rgimchak to'riga ilinib qoldim. Juda ham afsusdaman. Hozir Toshkent viloyati sudini ajrimiga ko'ra 11 yil 3 oy ozodlikdan mahrum etildim. Yoshim 35 da. 46 yoshga kirgunimcha farzandlarim katta bo'lib qoladi. 5 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Qari ota-onam bor. 11 yil ichida ular hayotmi, yo'qmi? Oilam, ahli ayolim, bolalarim qay ahvolda bo'ladi? Ularning yashashi, yeb-ichishi, maktabga borishi, dalda bo'lib turadigan paytda yosh umrimni xazon qilib adashib, jazoni o'tash muassasasida jazoni o'tashga mahkum bo'lib o'tiribman. Shunaqa ishlarga aralashib qolganimdan pushaymonman. Yoshlarga maslahatim, bunaqa narkotik vositalariga aralashmasdan, yurtimizda hozir yaratilgan shart-sharoitlarga unumli foydalanib, oilasini bag'rida bo'lishini tavsiya qilgan bo'lardim. Vatanimizdan, xalqimizdan, yurtboshimizdan kechirim so'rayman. Adashib qoldim. Kechirishinglarni so'rayman.